O'zbekistonda 12 ta viloyat uchun do'stlar juda katta yangilik, ya'ni oktyabr oyining oxirida hamda noyabr oyining boshida Centrum Holidays'dan litsenziyaga ega bo'lgan firmadan do'stlar Umra ziyoratiga borib kelish narx-navolari, shart-sharoitlarni do'stlar keng yoritib bergani Ulug'bek akamiz oldiga yana yetib kelganmiz. Do'stlar, firma tomonidan har safar nima berilardi deb hamma so'raydi, videoda boshdan aytaman. Do'stlar, bejik beriladi siz uchun, so'mka beriladi, narsalaringizni sovg'ani, atta guruhdan ajramasligingiz uchun hammaga bir xilda do'stlar logotip tushirilgan kamzil beriladi. Undan tashqari siz ota-onangizni tabriklamoqchi bo'lsangiz, sertifikat ham chiqarib berishaveradi. Samolyotda qiynalmasdan ketishingiz uchun do'stlar bo'yningizga xuddi mana shunaqa bolishchalar ham beriladi. Bu faqat do'stlar firma tomonidan siz uchun hadiya bo'ladi. Bunga boshqa pul to'lamaysiz. Xo'p do'stlar, nimaga men yangilik deyapman? Chunki hozirgi kunda do'stlar, oktyabr oyining oxirida faqat bir kunga joy qolibdi. Noyabr oyidagi joylarimiz ham o'sha brond bo'lishni boshlabdi. O'shuning uchun har videoda aytamanki, do'stlar, iloji bo'lsa brond qildirib qo'yinglar, o'sha kunga ketaman degan kuningizga joy bo'lsin. Keyinga surilib ketmasin deyman. Xo'p, videoda uzoq cho'zmaymiz. Ulug'bek akamdan to'liq ma'lumotini olamiz. Har galgidek borini yoritib beramiz. Bor narsani gaplashamiz. Mana shu videoda aytilgan narsa inshaalloh Saudiya Arabistoniga borganingizda 100% amal qiladi. 100% amal qilganligi uchun men har doim kelib videolarini chiqaryapmiz do'stlar. Ishonchli, dokumentalli firma bo'lganligi uchun. Xo'p, Ulug'bek aka, aytyapsiz aka, Ahadjon joylar to'g'risida tez to'lib qolyapti. Iloji bo'lsa video chiqaraylik, agar brond qilib qo'yishadigan bo'lsa, mayli o'sha ketadigan kuniga bo'ladi. Mana hozir oktyabr oyi hali tugagan yo'q. Tugagan. Hozir faqat oxiriga joy bor xolos. Oktyabrda 31-ga joy qoldi. Bittadan o'shunda ham sanaqli joylar qoldi. Noyabrda ham 7-gacha bo'lgan masofasida unda ham sanaqli joylar qoldi. Joylar to'ldi. Masalan, bitta samolyotimiz 350 talik bortimiz bo'lsa, 350 talik bortdan har bitta reysimizda qolgan bo'lsa, 10 tadan 15 tadan 20 ta 30 tadan joyimiz qolyapti xolos. Xolos. Tez to'lib ketib qolyapti. Joylarimiz, ketayotgan odamlar ko'p. O'shaning uchun tezroq telefon qilib, joylarni bron qilib olishlarni tavsiya qilamiz. Nimaga? Birinchi qo'ldan olib ishlaring uchun, ikkinchi, uchinchi qo'ldan narxlar bor, lekin qimmat. Keyin Ulug'bek aka mana narx-navo haqida gapirganingizga kommentariyada yozishyapti, to'g'risi $950 deyishyapti-yu, 800 deyishyapti-yu, 1000 deyishyapti-yu. Nimaga sizlarda sal qimmat bo'ladi? Sabab narx o'ynashiga sabab nima aka? Xo'p, bizda ham hali bitta hoji akamamiz kelishda biz 10 kishi edik. Sizlarda narxlarni necha pul qilib berasizlar deyishdi. Xo'p, biz hozirgi kunda narximiz $1,000 qo'ygan deb, noyabr oyiniki 4-ga olib davom bo'lsak, to'xtang deyishdi. Bizda Marlondan palonchi firma nomini indamay qo'yaverib, mana shu palonchi firma $950 qilib beramiz işte, Farg'onadan Primorez tushadi dedi. Xo'p, qanday qaysi firma ekan, litsenziyasi bor ekanmi, dokumenti bor ekanmi, ko'rdingizmi? Farg'ona viloyati bo'yicha bitta 2 dona litsenziyasi bor tur firma bor xolos. O'zbekiston bo'ylab 14 ta firmada bor. Dokumentini surishtiring, bordi, keldi, bilet bo'lishi kerak. Erta oziq-ovqat, transport xizmatlari, 50 boshqa xizmatlari, doktor xizmatlari, hamma narsasiga borib qoldingizmi dedim. Oldimda telefon qildi. Aytayapti, O'zbekiston formasi oddiy forma bilan chiqib ketadi deyapti. Yo'q, bizda aytib o'tirgandek Centrum Holidays formasi bilan, dokumentlari bilan har bitta odamga shartnoma tuzib, to'lovlarga cheklar yozib, pechatlar urib beramiz. Pechatlargacha uriladi. To'lovlar qilinadi. Bank orqali uzoqdan chiqayotganlarga bank orqali to'lov qilsa ham, bankdan Centrum Holidaysdan umra ziyorat ketayotgani uchun deb chek chiqarib beradi. O'zimizga kelishsa, ofisdan ham to'lovlarni olganimizda har bitta odamning ism familiyasini yozib, nomerigacha yozib, Centrum Holidaysdan mana shu sanaga 3 ketayotgan sanalargacha yozib, pechatlab bosib beriladi. Summasini olgan. Keyin Ulug'bek aka, hozirgi kundagi Saudiya Arabistonidagi, ya'ni Madina Munavvara hamda Makka mukarramada mana sizlarning firmalaringni qanaqa sharoitlar ekan? Misol Madinada qanaqa, Makka mukarramada qanaqa, bir qator yotoqxona, yev-ichishlarda ham yana aytib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Endi juda ko'pchilik baribir borgandan keyin sharoit yaxshi bo'lsa deydi. Ota-onam qiynalmasin deydi. Misol musofirda ishlayotgan onam, men o'zim musofirda ishlab, onam bilan otamni chiqaraman, iloyimiz ham jo'natamiz deganimda, men imina YouTube tarmog'ida ko'rganimda do'stlar, men ham ko'rardim-da, yaxshisi, sharoit yaxshisi, undan tashqari o'sha yotoqxonani yaqin bo'lsa, charchab qolishmasa deb kuzatardim. Endi bularga nimaga men har doim videosini chiqaryapman? Bularda shu aytib o'tgan narsalar ham yaxshi hamda mehmonxonasi yaqin. 6 ta viloyatdan reysi? 6 ta viloyatdan. 6 ta viloyatdan reyslar bor. Keyin Primoy reys bo'ladi. Oldin bizlar hamma Toshkentdan uchardi. Hozir bularda Farg'ona, Andijon, Namangan, Toshkent, Samarqand, Termiz. Bu degani Vodiy ham, Toshkent ham, Voha ham o'ziga yaqin bo'lgan aeroportdan bemalol Primoy reysda borib kelsa bo'ladi. Keyin yana eng muhimi, bizning ofislarimiz 4 ta viloyatda glavniy ofisimiz bor.
Gilamli. Gilamli ofisimiz. Farg'onada Marg'ilon shahri joylashgan bo'lsa, Toshkentda, Samarqandda, keyin Surxondaryoda joylashgan, Termiz shahrida. Zo'r. Hozir sharoitlarni aytib o'tdik. Xo'p, sharoitlarimiz. Madina Munavvarada hozir standart paket aytaman, ko'pchilikdan qilayotganimiz. Madina Munavvarada 200-300 metr joylashgan, birinchi, ikkinchi qator joylashgan mehmonxona bo'ladi. Erta 2 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Makka mukarramada mehmonxonamiz 2 kilometrda joylashgan mehmonxona bo'ladi. Rozgarda mehmonxonasi, Madina Munavvarada Andalus degan mehmonxonamiz bo'ladi. Xo'p, erta 3 mahal o'zbek milliy taom bo'ladi, 24 soat avtobus xizmati bo'ladi, 11 dan oshiq ziyoratlarimiz bo'ladi. Qo'shimcha bizning firmamizdan qo'shib bergan hojilarga Qizil dengiz sayohati, Madina Munavvarada Xurmo bog'ida kechki ovqati bo'ladi. Makka mukarramada yana Sulaymon Rojih masjidlarida kechki ovqati bo'ladi. Yana ko'pchilik so'raydi Qur'on zavodi. Qur'on zavodi ko'pchilik yana so'rar ekan, bizda o'tgan yil bordik, og'irishmadi, olib kirishmagan, sizlarda bormi? Erta juma kuni dam bo'ladi, keyin yana haftada 3 kun dam deyishdi. 3 kun dam kundan tashqari kuni olib kirib chiqamiz. Endi u davlatning korxonasi o'sha hisobiga aytilgan vaqt soatlariga to'g'ri kelsa, xudo xolasa 100% olib kirib chiqiladi. 100% olib kirib chiqiladi. Gapi, oziq-ovqatlar o'zimizni o'zbek to'g'rilari aka. O'zimiz to'g'rilar bo'ladi. Keyin aka ketayotganda yana ko'pchilik so'rayapti, yosh bolam bo'ladigan bo'lsa, olsam bo'laveradimi? Misol bog'cha yoshidagimi, maktab yoshidagi bolalarmi qana bo'ladi aka bunaqa? Xo'p, bizda bog'cha yoshidagilar, maktab yoshigacha ketaveradi ruxsat, lekin maktab yoshidagilar kanikullarga to'g'rilasa, misol noyabrdan kanikulga chiqishyapti 14 kunlik, kanikullarga to'g'rilasa, maktabdan ruxsat bersa, ochiq kelishaveradi, lekin maktab kunlari bo'lsa, maktab kunlari ruxsat yo'q. Ruxsat yo'q. Zo'r. Aqab borgandan keyin misol endi baribir O'zbekistonning havosi bilan Saudiyaga ikki xil. Borgandan keyin muzray suv ichib qo'yadi, issiqligiga, boshqa narsa qiladi. Tomog'i og'risa yo mazasi bo'lmay qoladigan bo'lsa, doktor xizmati bor. Ha, doktor xizmatlarimiz bor. Erta 24 soat hojilarimizga birinchi hamshiramiz bor. Hamshiramiz 24 soat xizmatlarni ko'rsatadi. Keyin bitta oiladan misol 4 ta ayol, 4 ta erkak ketsa, bitta xonaga joylashsa bo'ladi, chunki 4 talik xonalar bo'ladi-ku. Ha, xonali standart paketlarimiz 4 kishilik, 5 kishilik xona joylashuv asosida bo'ladi. 4 kishilik o'z juplari bo'ladigan bo'lsa, bitta xonaga joylashsa bo'ladi. Lekin 2 kishilik xotinlar yo'sa, opog'im kasal, opog'im o'zi alohida qarayman, bemor og'rib qarayman deb 2 kishilik xona oladigan bo'lsa, unga alohida to'lov bo'ladi. O'sha qo'shimchasi bo'ladi. Narx necha pul bo'lyapti? Xo'p, narxlarimiz $1050 dan standart paketlarimiz bo'ladi, narxi bo'lyapti. Keyin yana ko'pchilik so'raydi, siz aytganda yosh bolalarimiz. 2 yoshgacha $200 bo'ladi. 2 yoshdan 5 yoshgacha bilet vizasini pulini berib berasizlar. 5 yoshdan yuqori yoshlar, yosh kattalar bilan narxi bir xil bo'ladi. Narxi bir xilda ketadi. Zo'r. Keyin misol videoda boshida aytdilar, bront qilib qo'ydilar deyshadi ko'pchilik. Qanaqa qilib bront qilamiz deydiganlarga pastda nomeri va WhatsApp Telegram bor. Undan pasport, qizil pasportlarni, Zagiran pasportlarini tashlab berishadi. Ha, unda o'sha Zagiran pasportlarini, faqat Zagiran pasportlarini rasmga olib tashlab berishsa, o'sha aytilgan telefon qilishsa, o'zlariga ma'qul kelgan sana bo'yicha, qaysi viloyatdan ketishi bo'yicha ma'lumotlar berishadi. Keyin tanlashganda pasportlar olib rasmga tashlab berishadi. Keyin har bitta pasportda ism familiyasiga, shot raqamiga shartnoma tashlab berishadi. O'sha shartnoma bo'yicha bank orqali to'lovlar qilishi mumkin. Yo'q, ofisga kelaman desa, ofis lakasini tashlab berishadi. Lakasi bo'yicha kelishsa, ofisda o'zimiz kutib olib, tushuntirishlar berib, ma'qul kelsa, shartnomalar tuzib, kassamizga to'lovlar qilib ketishaveradi. Narxini aytdik-ku. Narxini $1050 standart paket. Narxi standart paket $1050. Undan tashqari, aqa borganingizdan keyin do'stlar, siz uchun eng kerakli odam kim bo'ladi desalaring, bu 50 yoshi bo'ladi. Agar 50 yoshingiz ilmli, bilimli, ko'nikmaga ega, sizni haqiqatda o'ylaydigan 50 yoshi bo'ladigan bo'lsa, ibodatingiz mukammal bo'ladi. Chunki biz o'zimiz borganmiz do'stlar, inshaalloh hammaga nasib qilsin. Agar 50 yoshi do'stlar sizga zo'r qarasa, Xudo xohlasa ibodatingiz zo'r bo'ladi. Immindan misol bo'ladi, firmasida ham do'stlar yaxshi 50 yoshlar ko'p. 50 yoshlar hammasi aka malakali. 50 yoshlar diniy qo'mitamizdan ajratib berilgan malakali 50 yoshlar. Har bitta reisimizda 50 yoshi billa borib, billa keladi. Billa borib, billa keladi. Nimaga buni deyapman do'stlar? Chunki sizlar bundan oldingi videolarimizni kuzatinglar, kommentariyasiga kirib o'qinglar-da, 50 yoshlar juda maqtab yozishyapti. Xudo xohlasa, inshaalloh borsangiz, shu 50 yoshlar sizlarga xizmat ko'rsatadi. Aqa borganlaringda o'zlaring aytasizlar, haqiqatda bilimi bor ekan, ko'nikmasi bor ekan, qiynalmasdan maza qilib umra qildik deysilar. Xo'p, do'stlar, narx-navolarni aytdik, shart-sharoitlarni aytdik. Endi sizdan men uchun bitta yaxshilik nima bo'ladi desangiz, mana shu videoga bir dona laykni bosib, umraga bormoqchi bo'lgan, bu yil niyat qilib qo'ygan ota-onami, aka-ukamni, do'st birodarim bilan boraman deydigan odamga shu videoda jo'natib qo'ying. Inshaalloh keyinroq tarqalishiga sababchi bo'lgan bo'ladi.
bo'lasizlar. Agar ofisga kelaman desangiz, Telegramdan lokatsiyalarni, ofis manzillarini tashlab berishadi, kelib bemalol gaplashib turib bron qilsangiz ham bo'ladi. Bo'lmasam video pastiy nomerda akamiz aytgandek pasportlarni tashlab, kunlarini bron qilib inshaalloh maza qilib primoy reyslarda borib kelsalaring bo'ladi. Biz ham sizlarga to'liq ma'lumot berdik degan umiddamiz do'stlar. Mehnatimizni qadrlagan holda like esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.